bo'pti. Xo'p, yaxshi o'qi. Qalisan? Nima gap? Ya, qalaysan? Tuzumsan? Yaxshimi? Ma. Maktab tinchmi? Mo'min qanaqa? Tinch. Qo'lingdagi 17 mi? Xuddi o'zi. Qancha turadi bu? Paqani sovg'asi. Sovg'ani narxi aytilmaydi-da. Bizga ham nasib qilsin. Zo'r, gap yo'q, malades. Mayli. Bor tezroq darsingga kir. Qalaysan, Gomish? Qaraysizlar bolalar? Tuzumsan? Ketdik darsga. Og'ani anavi qiz nima bo'ldi? Ketdik. Aranjini olib beraman deydilar. Menga nima kerak bor dedim. Bugungi mavzuyimiz Sohibqiron Amir Temur. Xotirasi nechi buni? O'zi xotirasi 256 ekan. Dunyoni zabt etgan Amir Temur Shunisi yaxshi. 1336-yilda 9-aprelda hozirgi Shahrisabzda dunyoga kelgan. Kamerasi-chi? Kamerasi ham ancha yaxshi bo'lsa kerak. Kamerasiga yaxshi gap yo'q ekan. Mana Yaqinlashtirib ko'rsatchi. Gap yo'q. Qani bitta Aziz, nimani muhokama qilyapsizlar? Men ham eshitay. Telefonim so'rashgandi. Shunga ko'rsatayotgandim. Dars boshlanib bo'ldi, bolam. Telefoningni yig'ishtir. Bu material emas, yig'ishtiriladigan. Jim, menga gap qaytarma. Senga aytyapman. Men ham sizga aytyapman. Jim, Jinnida. bu nima odobsizlik? Asabiylashmang. Pochcham bo'lmaganiga kayfiyatingiz buzilgan bo'lsa, bunga men aybdor emasman. To'g'rimi? Tarbiyasiz. Bu nima deganing? Bu meni ishimga aralashmang degani. Sen bola darsni buzyapsan. Dars o'tishga xalaqit beryapsan. Bu meni ishim. Telefoningni papkangga solib qo'y. Dars vaqtida darsni eshit. Siz umringizda bunaqa telefon ishlatganmisiz? Qatdan ham ishlatardingiz buni?